Bugun mahallalarda ma'naviyat, madaniyat va kitobxonlikni targ'ib qilish, yosh avlodni adabiyotga yaqinlashtirish, xalqimiz orasida kitob o'qish madaniyatini yuksaltirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi tomonidan yana bir ezgu tashabbus, bir mahalla bir kitob aksiyasi o'tkazildi. Hozir shu haqda Bir mahalla bir kitob aksiyasi Guliston shahar namuna mahallasida tashkil etildi. Ushbu ezgu tadbir viloyat hokimi tashabbusi bilan butun viloyatdagi mahallalarda davomli tarzda o'tkazilishi belgilangan. Aksiya doirasida mahalla ahli, o'qituvchilar, nuroniylar va kitobsevar yoshlar faol ishtirok etdi. Tadbirda Abdulla Qodiriy hayot va ijodiga bag'ishlangan turli viktorinalar, adabiy savol-javoblar, mushoira va interaktiv o'yinlar tashkil qilindi. Kutubxona xodimlari Otashqalb ijodkorning asarlari, xususan O'tgan kunlar romanining badiiy kuchi, tarixiy va ma'naviy ahamiyati haqida qiziqarli ma'lumotlar berdi. Bugungi tadbirimiz Namuna mahallasida start oldi va o'ylaymizki, oy davomida barcha mahallalarda namunali tarzda o'tkazilib kelinadi. Tadbir davomida mahalla aholisi bilan jonli muloqotlar olib borildi. Kitoblar o'qish, ulardan saboq olish, o'zaro baham ko'rish g'oyalari ilgari surildi. Viktorinalarda faol ishtirok etgan fuqarolar rag'batlantirildi. Ular uchun esdalik sovg'alari, kitoblar topshirildi. Bunday tashabbuslar nafaqat kitobga, balki ilmga, madaniyatga, muloqotga, birdamlikka yetaklaydi. Viloyat miqyosida davom etayotgan ushbu loyiha orqali kitobxonlik targ'iboti har bir xonadonga yetkazilishi ko'zda tutilgan.